Azimat Sho'l, siz ushladingizmi? Nima temir bor? Yo'qpa. Ana. Endi bemalol joylashib oling. To'xtang, hozir yordam qilaman. Gulboy aka, Yo, bismillah, yaxshilab joylashib. elektronika aravachalar qulluq bo'lsin aka. Rahmat. Qashqadaryoda bir akamiz bor edi-da, shu ismlarini eslay olmayapman. To'g'risi, juda ko'p telefon bo'ladi. O'sha Telegramga qancha odamlar yozishadi, WhatsAppga, SMSga telefon bo'ladi. Bir 2 kundan beri o'sha shunchalik ko'p murojaat viloyatlarda yurib, ko'pchilikka javob bera olmayapman, lekin harakat qilyapman. Yo'lda ketilsam ham telefonga bitta javob berishga harakat qilyapman. Shu kalaskaga sababchi bo'lgan inson Qashqadaryolik akamiz ko'rib turgan bo'lsangiz, bitta duo qilib qo'ying dadalarini. Iloho omin. Onajon sal yaqinroq keling. Mana bobojon o'g'limga ham mana shuncha yo'llardan kelib, meni farzandim uchun, shu bitta nogiron bolam uchun shu yoqlardan kelib shu aravachani sovg'a qilayotganligi uchun hamisha umri uzun bo'lsin. Allohim sog'lik, salomatlik bersin. Rahmat ona iloho. Minnatdorman. Topganlariga baraka bersin. Allohim hamisha qo'llab-quvvatlab yursin. Hammalaringizni Allohimni nazariga topshirdim. Hamisha nazarda bo'lingizlar. El xalqqa mana shunday nogironlarga yordam qilsalaringiz Allohim hamisha qo'llaydi, quvvatlaydi. O'sha bizni musofirda ko'rgan, qo'llab-quvvatlab kelayotgan opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz, yosh katta ota-oha va onaxonlar, Tojikistonda ko'rayotganlar, Qirg'izistonda ko'rayotganlar, Turkmanistonda ham bizni kuzatadiganlar, butun dunyoda o'zbek tilini tushunadigan insonlar ko'pchiligi kuzatishyapti ekan. Hammalaringizni boshlaringiz omon bo'lsin. Hammalaringizga qo'l ko'taraman. Kattagon rahmat sizlarga. Azizlar, bilasizlar, bugungi kunda Rossiyada dollar kursi keskin ko'tarilib ketgan, lekin men sizlarga eng arzon kursda dollar yuborishni o'rgataman. To'xtang bobojon. Buning uchun Play Market hamda App Store'dan Yubor ilovasini yuklab olib, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga eng arzon kursda dollar yubor